Ve mana bugun 2025-yil 30-mart ekan mana. Bugun mana Avdevka degan joyda biz ishlayotgan joyda Xvostovskiy rayon Avdevka qishlog'idamiz. Bu yerda mana ko'l bor ekan. Eng katta ko'llardan bittasi ekan mana. Shu yerda yozi bilan o'rislar baliq tutib, katamaran minib, lotka minib, shu yerlarda baliq tutar ekan. Bizni o'zbeklar ham mana shu yerda 1,5 metrlik baliqlarni ushlaydi ekan. Mana shu yer ekan mana. Shunaqa joylar ekan bu yer mana. Mayaqlari mana o'rmon, botqoqlik, mana payno suv ketadigan joylar ekan. Mana ish joylarimiz ekan bu mana. Ish joylarimizda shunaqa ko'llar bor ekanda. Shu ko'llarda mana bugun hayit kuni 30-mart bugun mana hayit kuni aylanib yuribmizda mana xudo xolasa. Mana tabiat qo'ynida deydimi? Prirodamiz, Kaluga prirodasi zo'r ekan. Aylanib yuribmiz mana. Mana mana oqqushlar bor ekan mana u baliqlar yuribdi mana uni baqalar bor ekan. Shuka degan baliqlar bor ekan bu yerda 1,5 metr. Shunaqa joylarda ham mana shu ko'rishli nasib qilgan ekan mana yuribmiz. Mana shu yerda baliqlar bor ekan. O oqqush. Ve kamina kamtarin sizlar bilgan Avazbekdan, Kalugadan esdalik. Prosmotrlarim, podpischiklarim uchun Kaluga Xvostovskiy rayon esdalik. 1978-yilda tug'ilgan Avazbekdan esdalik. Yurtdoshlar hamisha sog' salomat tinch bo'linglar. Hammalarni hayitinglar bilan yana bir bor tabriklayman. Ishlar yaxshi. Allohga shukr, alhamdulillah.